Yangilik kutayotganlar uchun bugun sotuvga olib qolingan telefonlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Samsung model so'rayotganlar uchun A34 128 talik bo'ladi. Holatlari yaxshi holatda, korobkadagi mitlari bilan. Qulayroq model so'raganlarga Redmi 12 telefonimiz 128 talik. Holatlari yaxshi holatda turibdi, korobkadagi mitlari bilan. Narxi juda ham qulay chiqadi. Redmi Note 14 256 talik, yaxshi holatda, korobkadagi mitlari bilan. Zaryadniklarigacha bor, qiziqqanlar uchun. iPhone'lardan arzon modellarimiz tugaganda 11larimiz kelgan. 100 yonkisda bo'ladi, 64 talik, korobkadagi mitlari bilan. Xohlaganlar uchun qora ranglardan bor. Iminni mash telefonimiz 100 yonkisda, qiziqqanlar aloqa chiqarasizlar. iPhone 13 Pro Max hop 80 yonkisda bo'ladi. Radnoy holatdagisidan juda ko'pchilik so'raydi. Telefonimiz koreyskiy variantda, imeko ro'yxatlardan o'tgan, hech qanaqa restavratsiya emas, radnoy holatda bo'ladi. Qiziqqanlar aloqa chiqarasizlar. Rangi ham juda chiroyli rangda. Samsung Note 10 so'rayotganlar uchun $125 256 talik imeko ro'yxatdan o'tgan. Honor'da rabochisidan so'rayotganlar uchun X7C telefonimiz 1.300.000 so'mga qilib beramiz. Korobkadagi mitlari bilan holati yangidek holatda turibdi. S24 Ultra 256 talik koreyskiy variantda, sim karta pilish eSIM gacha imeko ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Honor X9 deylarimiz qolmagandi. Qiziqqanlar uchun telefonlarimiz kelgan. Xo'p, 12 ga 256 talik bo'ladi. Qiziqqanlar bemalol aloqa chiqarasizlar. Qaysi model sizni qiziqtirsa bemalol kommentariyada yozaverasizlar.